Assalomu alaykum, hurmatli Bag'at Avtosentr kuzatuvchilari. Bugun 17 fevral 2026-yil. G'ani baliqchini baliqxonasida konsert xudo xolasa hammangiz taklif etamiz. Bizlarga Toshkentga yetib boramiz. Majbur. Mashina gaplashib ko'pmiz. Toshkentga yetib boramiz. Baravarasizlar 200 ming so'm, 200 ming so'mning ichida yeb ichar, araqi, suvi, meva chevasi hammasi ichida. Parasılar 200 ming so'm. Hofiz to'xtamay qo'shiq aytadi xudo xolasa. G'ani baliqchi, G'ani o'shchi. Shuni baliqxonasidan boraverasizlar, hurmatli elatdoshlar. Bizning elatdoshlarni ko'rib o'tiradi, ko'pincha bir layklarni bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar. 200 ming so'mlarga mut konsert. Hem yeb ichar, hem konsert. Sizda bu yeb ichar deydi-ku. Esa ish Kobaltdan boshlab beramiz. 1 so'msiz kelasizlar, mashina minib ketasizlar. Aylık to'lov 4 milyon 500 ming so'mdan 6 yilga chiqadi. Agar 7 milyon so'm bersangizlar notarius gaysi addenni o'pish 15 milyon so'm bilan hamma ishingiz bitadi. Aylık to'lov 4 milyon 100 dan tushadi. 2024 7000 kilometr yurgan Qarasvet Style. O'zining tan narxi 125 milyon so'm. Naq bo'lsa ustida kelishib beramiz. Mashina benzinda, любой aeroportda ishtiranglar, probeklari hamma o'ziniki. Aybi usuyitir kapot qo'yilgan. Mashinada udar yo'q, aerobaklari chiqqan emas. 2024-yil. Avtoyalanganmi, Olex'e girib bir detal, ikki detalda kraska borlari bilan solishtirib ko'ringlar 24-yil Cobalt'lar bilan. 128 milyon, 130 milyon, 1,5 so'm kelishib beramiz deb qo'yibdilar. Biza 125 dan yana kelishib beramiz. Kredit sistemasidan aytdik, mashina benzinda 2024. Keyingi mashinamiz Matiz 2009-yil. Metresi jo'ram 1 milyon 200 ming so'm bilan uzatib beraman dedi. Ish zang joylari buni aybi, boshqa aybi yo'q. Metan 1 oylik, 1 oy o'qon qo'yilgan. 3200 ga mashina bahasi 17 milyon so'm bo'lsa beramiz. 2009-yil Matiz. Metan toza qo'yilgan, shu ham e'tibor etasizlar. 182 ming probeg yuribdi. Shungacha benzin deyilgan. Keyin Malibu 2 2020-yil LDZ Polni primer qilingan. Ko'rsangiz mumkin 4 tane paket Falcon balonlar eng zo'ridan qo'yilgan. Tonirovka 3 oy razishanasi bor. Yine ko'rsangiz mumkin primer Polni. Mashinani boshqa yerlar bilan solishtirib ko'ringlar. 265 milyon deb o'tiribdilar. Qaytsalar 15 milyon qaytar, 250 ga berar. Biza 240 milyon so'm deymiz. Kredit alaman desengizde 40 milyon bilan kelasizlar. Aylık to'lovi 7 milyon 300 dan, Anarbankdan 4 yilga chiqadi. Hamkorbankdan ham chiqadi, Hamkorbank nomeri yo'q bizada. Boramiz, Hamkorbankdan ham ishlab beramiz. Plus minus 300-400 ming so'm raziyasi etadi aylık to'lovida. Mashina 82 ming yurgan, 65 lik profan gazlari bor. Midnight xudo xolasa akşam savdosi bo'ldi. Bugun naqd pul bilan kelib olib ketadilar xudo xolasa. 2026 165 milyondan nomeri içinde beradan bulduk. Maşı 79 kilometre tuttu, 26 çizdi. MCN Midnight. Eğer ular bilen savdamız 3 milyon olsa 26 milyon bilen çıkadigan kredide aylık to'lov 4600 ming so'mdan tushadi. Deyishlar. 2020-yil mexanika 15 yil yumshoq Neomax balonlari bor. Aybi kapot qo'yilgan. 68 ming probeg yurgan metan gazlari bor. Maşın başka yerinde umuman defekt yok. Bakası naq olsa 105'e beraber dedi. İyi gelen maşın 105 milyon so'm beramiz. 20 milyon bilan kredit etib bersa bo'ladi. Aylık to'lovi 3 milyon 600 ming so'mdan tushadi. 4 yilga chiqadi. 97-yil Nexia 1 273 ming yurgan asfalt bo'lgan kraskasi, bahası 20 milyon so'm. Mashina egadan kreditga chiqmaydi 97-yil bo'lgani uchun. 2019-yil Mejigarlari hemen esas bu yumuşak bunu taza qo'yilgan. Kraska Radmoy 68 ming probeg yuribdi. Taptoza kraskasi. Mashinani bahası 90 milyon so'm. 12 milyon so'm bilan hamma ishingizni bitirib beradilar. Aylık to'lovi 3 milyon 150 dan 3 yilga chiqadi. Hamkorbankdan hisoblangan. Nexi 2 1.6 Donos kök germetik zavod suvi germetikinde turibdi. 101 ming yurgan. Liboy raport tekshitiranglar 1 ega. Balonların sosteniyasi zo'r. Metan gazları bor, metan gazlarının surokları hali ko'p.
Maşının bahası 48 milyon so'm. Даже laboy almaşkan emas, laboy. Sizlerin daha az bir kapotunda, krelinde kraska var. Yine. 2014 yılı. Udar oğan başka deb o'ylashingiz mumkin. Udar o'zan shu laboy sinadı başka dedi. 1.6 donusu bilasizlar o'zingiz. Chexol poli kamera müvecci bor. 48 milyon so'm beramiz. Kredit alaman desengizde 3 milyon notarizga ise dinli aylık tarafı 2 milyon 500'den 3 ile 2 milyon 200'den 4 ile çıkar. Midnight özü bu 2025 yıl 3000 kilometre yürüttü. 3500 oldu indi. 3,5 min yürüttü. Maşın benzinde birinci nömrələ alıngan. Baxası şu 148 milyon so'm. 157, 156 başka yerde satılıp tuttu. Ulanın metanı var. Bunu metan koyup beradigan bolsak 152'ge dokumenti bilan içinden mesin taklap beramiz. Menimce zor bahaligin 152'ge. Midnight 2025. Bazı bir arasında 148 milyon so'm. Bunu kredit etip alaman deseniz de 18 milyon so'm bilan çıkardı. Aylık to'lovi 4 milyon 100'den düşedi ekan bir işler Capital Bank'tan. 16 milyon bilan Hayat Bank'tan çıkardı. Lekin aylık to'lovi 4 milyon 800 ming so'mdan düşedi. Xo'sh, Malibu 1 şu maşından alışlarınızı tavsiye etaman lekin. Boğan aydagan aytib aytan maşini bu. Maşin taxlangan emas. Taxlasak bu pullara umuman yaqinlashtiramiz. 2014 yıl Petno kraskasi bor krelinde 192 ming halal o'zini probegi. Elektron CD'den lük hem müvecci bor. Oq svet bu. Akşam birisi Belgium çıkmadı deb telefon urdi. Shuncha aytib turibman. Oq svet. 192 milyon metan gazları bor. Maşinin bahası 115 milyon so'm naqshtir bo'lsa beraman. 115'ten 1 so'm kam bo'lsa berib bo'lmaydi. Kredit alaman desengizlar 25 milyon so'm bilan chiqadi. Oylik to'lovi 5 milyon 300 ming so'mdan tushadi 3 yil. Kimga qiziqarli bo'lsa ana bosib beraverasizlar. Ay! Ketdingizmi? Yaxshi. Bo'ladi yaxshi. Cobalt 2024 svetini ko'p odam so'raydi buni. Mendan telefon urib, "Lay svet bu, lay." Temur pul yo'q deydi moykaga. Bir 5000 so'm pul yo'q ekan Sammoyadan. Ammo uni yuvib ketasan. 2024 52 ming yurib turibdi. Metan gazlari bor. Chexol polik ham mo'jizali tayyor. Kraska rodnoy. Zeus svet bu. Bahası 135 milyon so'm. Hem mo'jiza javob. Kredit alaman deseniz de 17 so'm bilan chiqadi. Aylık to'lovi 3700 ming so'mdan tushadi. Bu Capital Bank ijrosi. Eğer arka banklardan alaman deseniz de aylık to'lovi qimmatlıydı. Eldindagi to'lovi arzonlıydı. Kime qiziqarli bo'lsa pastdan bilan qoldiramiz. Sotiladigan mashinalarınız olsa bizning adreslarimiz Urganch tarafdan kelaverishda Bag'atli Ullu quruq svetofor, Billur restorani, to'yxonasi, o'zimizni elektrosvet, Milliy gvardiyaning to'g'risida. Hazarasdan kelaverishda mol bozorli svetofor Diamond kafedan o'tasizlar 300 metr o'tsangizlar 10 qo'lda bo'ladi. Sotiladigan mashinalarınız olsa bemalol aytinglar, xudo xolasa naq pul asosida o'zimiz sotib olamiz. Bo'lmasa shu yerda qisqa muddat ichida reklamat sotib beramiz. Hammaga omad, rahmat. Kommentariyada fikr qoldirishni unutmaysiz. Rahmat.